Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərinə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşduracağıq. Qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay Janubiy Xitay dengizida hərbi manevr ötküzüşkə başladı. Xitay qirg'oqdosh davlatlar bilan egilik huquq masalasida ixtiloflar tug'ilayotgan Janubiy Xitoy dengizida uda bir hafta davomlashadigan harbiy manevr o'tkazishga boshladi. Sahil bexatarlik organi bu haqda e'lon qilgan bayonotida rayondagi fuqarolar va harbiy paraxodlardan manevr rayonidan 5 dengiz mili, ya'ni 9,26 kilometr yiroqlikdan menish to'g'riliq ogohlantirdi. Shuning bilan bir vaqtda dengiz armiyasi qismlari qatnashgan manevrning hafta oxirigacha davomlashadiganligini uqtirdi. Beijing rejimi iyul oyining oxirida rayonda yiroq masofalik bombardimonchi aeroplanlar va boshqa havo apparatlari qatnashgan harbiy manevr o'tkazganligini uqtirgan edi. Mike Pompeo Xitoy bilan Eronning rayondagi faoliyatlarini muzokiralash uchun Isroiliyaga bordi. Ziyorat jarayonida Pompeoga Amerika prezidenti Donald Trumpning maslahatchisi va kuyovli Jared Kushner va Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brienning hamroh bo'ladiganligi qayd qilindi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Arab va islom dunyosida Falastin davosiga xiyonat deb ayblanayotgan Arab Birlashma Xalifaligining Isroiliya bilan o'zaro kelishim hosil qilishidan keyin Isroiliya bilan Arab Birlashma Xalifaligini ziyorat qilganligini e'lon qildi. İsrailiya matbuotlari Mike Pompeo'ning ati Isroiliyada ziyorati bo'lganligini va seshanba kuni Arab Birlashma Xalifaligiga boradiganligini xabar qildi. Pompeo'ning ziyoratida Isroiliya bilan Arab Birlashma Xalifaligi o'rtasida hosil qilingan normallashtirish kelishimidan boshqa yana Xitoy bilan Eronning rayondagi faoliyatlarining kun tartibida bo'ladiganligi bildirildi. Ziyorat jarayonida Pompeo'ga Amerika prezidenti Donald Trumpning maslahatchisi va kuyovli Jared Kushner va Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brienning hamroh bo'ladiganligi qayd qilindi. Arab Birlashma Xalifaligi 1979-yili Misr va 1994-yili Iordaniyadan keyin Isroiliya bilan normallashish kelishimi imzolagan 3-arab davlatiga aylandi. Wuhan doiralarining yuqumni yoshirganligi ilgari surildi. Amerika Qo'shma Shtatlari axborotining yuqum o'ttirg'i chiqqan chog'da Xitoyning Wuhan shahridagi mas'ullarning ahvolini uda bir qancha hafta Beijing hukumatidan yushirganligini aniqlab chiqqanligi ilgari surildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining CNN televiziyasining xabar qilishicha, Amerika axborot mas'ullari yuqumning dastlabki mezgilda Wuhan doiralarining ahvolini Beijing hukumatiga ma'lum qilmaganligini, Xitoy rejimining ahvoldan xabar topgandan keyin yuqumning haqiqiy siri haqida boshqa davlatlarni xabarlantirishga to'salg'u bo'lganligini aniqlab chiqqan. Bu haqda CNN televiziyasiga bayonot bergan mas'ullarning ta'kidlashicha, Amerika axboroti Xitoy virusining kelib chiqish manbasi haqida ma'lumot to'plashni davomlashtirmoqda ekan. Biroq yerlik mas'ullarning yuqumni yoshirganligiga doir keskin dalillar bor ekan. 41% Xitoyning Sharq Turkistondan chiqib ketishni qaror qilganligi oshkorlandi. Xitoy tajovuzchilarining yaqindan beri Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish, qattiq ta'qib qilish siyosati Sharq Turkistonga ko'chirib kelingan Xitoylardami siqilish paydo qilgan. Istiqlol xabar bo'limimizga avatilgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda turayotgan Xitoylarning 41,5% Sharq Turkistondan chiqib ketishni qaror qilgan. Shinshin xalqaro maslahat mulozimat shirkati tor orqali Xitoylarning Sharq Turkistonda turib qolish yoki chiqib ketish haqida ro'y sinash tekshirishi olib borgan. Tekshirishda Sharq Turkistonning har qaysi rayonlari asos qilingan. Tekshirishda oshkorlanishicha, Sharq Turkistondan chiqib ketishni qaror qilgan Xitoylarning nisbati 41,5% ni, chiqib ketishni o'ylashayotganlar 35,8% ni, keyingi mezgillarda chiqib ketishni o'ylashganlar 16,8% ni, chiqib ketmaydiganlari 5,9% ni egallaydi ekan. Sharq Turkistonda turishni xohlamaydigan Xitoylarning asosliq sababi kirim to'van bo'lish, chiqim ko'p bo'lish, tijorat yaxshi bo'lmaslik, Xitoy doiralarining fuqarolarni har qaysi sohada qorovullik yoki maroqchilikqa o'rinlashtirish, ijtimoiy xarajat ko'p bo'lish, yo'llar ravon bo'lmaslik,
qadamda bir to'saq to'li tekshirish orqali xalqqa qiyinchilik tug'dirish bilan birga har xil chiqimning eshib ketishi qatorliqlar ekan. Hindiston Xitoy organlarining Hindistondagi faoliyatini cheklashni kuchaytirdi. Amerika ovozining 23 avgust bergan xabarda bildirilishicha, Hindiston Xitoy organlarining Hindistondagi faoliyatini cheklash uchun Xitoy vizasiga qarata tekshirishni kuchaytirgan. Ikki davlat munosabatining davomli nacharlashishiga ergashib, Hindiston Xitoyning Hindistondagi aloqador faoliyatlariga bo'lgan cheklamani kuchaytirdi. Buning ichida Xitoy vizasiga qo'shimcha tekshirish va Beijingning yerlik universitetlar bilan bo'lgan aloqasini tekshirish qatorliqlarini yo'lga qo'ygan. Bloomberg agentligi 21 avgust ismini oshkorlashni xohlamagan Hindiston amaldorining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Hindiston Tashqi ishlar ministrligi Xitoy savdogarlari, akademiklari, kasbiy mutaxassislariga viza berishda oldi bilan bexatarlikni talab qilish eskartilgan. Hindiston amaldorlari bu tadbirlarning Hindistonning Pokistonga qaratgan uzun muddatlik tadbirlariga o'xshaydiganligini aytgan. Hindistondagi universitetlar va munosabatlik organlarining Xitoydagi faoliyatlarimi mos holda azaytilishi mumkin ekan. Hindiston hukumati navbatda Hindiston Texnika instituti, Banaras Hindi universiteti, Jawaharlal Nehru universiteti qatorliq ma'rif apparatlarining Xitoy bilan imzolagan 54 xil kelishimini tekshirishga boshlagan. Bu organlar Xitoyning rasmiy Xitoy chet el til almashtirish va hamkorlik markazi bilan tutishir ekan. Hindiston amaldorlarining oshkorlashicha, Xitoy til darslaridan boshqa Xitoy organlari bilan bo'lgan hamkorlikning uzilib qolishi mumkin ekan. Ularning aytishicha, Hindiston aloqasini uzmoqchi bo'lgan Xitoy organlari tadbir belgilaguvchilar, aqllar ambiri, siyosiy partiyalar, shirkatlar va akademiklarga ta'sir ko'rsatish uchun qurilgan organlar ekan. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston yaqinda TikTokni o'z ichiga olgan 10 necha dangli Xitoy ko'chma app hamda detallarni ishlatishni hamda Xitoyning Hindiston shirkatlariga mablag' selishini cheklagan. Turkiyada tabiiy gaz zapasining bayqalishi Rossiya va Yevroosiyoni zilzilaga soldi. Turkiyaning Qora dengiz rayonida 320 milliard kub metrlik tabiiy gaz zapasining tepilishiga Rossiya va Yevroosiyo taratqularida keng o'rin ajratildi. Rossiyaning Vesti.ru xabarlar to'ri Turkiya Rossiyaning tabiiy gaziga qarshi tabiiy gaz manbalari tepish yo'lida izlanmoqda sarlavalik xabarida Cumhur Rais Recep Tayyip Erdo'g'anning bu tarixiy bir hodisidir. Qora dengizda davlat tarixidagi eng cho'ng tabiiy gaz sohasini bayqadik. Tabiiy gaz zapasining hajmi 320 milliard kub metr bo'lib, bu boyliqni 2023-yilgacha xalqimizning xizmatiga sunishni planlayapmiz degan so'zlarni naql keltirdi. Ren TV televiziyasining internet to'rbeti bu vaqtdagi xo'sh xabarni Qora dengizda bayqalgan tabiiy gaz zapasi Turkiyaning iqtisodiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi sarlavasida o'qirmanlarning diqqatiga sundi. Rossiyaning Interfax agentligi Turkiya Qora dengizda nihoyat cho'ng tabiiy gaz sohasini bayqadi sarlavalik xabarida sohaning 320 milliard kub metrlik hajmga ega ekanligini, buning Turkiyaning eng cho'ng tabiiy gaz zapasi bayqishi hisoblanganligini xabar qildi. Rossiyada chiqadigan Pravda gazeti Turkiya Qora dengizda tabiiy gaz zapasi bayqadi sarlavalik xabarida Turkiyaning Qora dengizdan sirt yana Sharqiy Oq dengizdami tadqiqot faoliyatlarini davomlashtirayotganligini o'qirmanlar bilan o'rtoqlashdi. Gruziyaning eng cho'ng xabar agentliklaridan biri bo'lgan Interpress News Turkiyaning Qora dengizda 320 milliard kub metrlik tabiiy gaz zapasi bayqaganligini yozdi. Qozog'istonning davlatlik xabar agentligi Kazinform Turkiya Qora dengizda tabiiy gaz quduqi bayqadi sarlavalik xabarini o'qirmanlarning diqqatiga sundi. Zakon Kazi xabarlar to'ri Erdo'g'an Qora dengizda nihoyat cho'ng tabiiy gaz quduqining tepilganligini jakarladi sarlavalik xabarida Cumhur Rais Erdo'g'anning davlatimiz uzun yillar bo'yicha chunqur dengiz burg'ulash faoliyatlarida butunlay chet elga beqindi bo'ldi. 2017-yilga kelganda energiya strategiyasini yangilab, chunqur dengizda neft qidirib tekshirish atritining doirasini kengaytdi degan so'zlarni naql keltirdi. Atalmış Uyghur Abnum rayonluq Səhiyyə Saqliqni saqlash komiteti tünügün e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanish ahvoli ko'rilmagan. 23 avgust soat 0 dan kech soat 24 ga qadar Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanish ahvoli ko'rilmagan. Sharq Turkiston bo'yicha Xitoy virusi bilan yuqumlanib davolanayotganlar 183, 12 bemorning ahvoli og'ir, alomatsiz yuqumlanuvchilar 27 bo'lib, ularning hammasi Urumchida ekan.
Bir kun ichida salomatlikka asliga kelgan bemor 15 bo'lgan. Sharq Turkiston bo'yicha ayirib ko'zatilayotganlar jami 4193 ga tushgan. Changxia tiz xabarlari to'rining bildirishicha, Xitoy bo'yicha virus bilan yuqumlanganlarning soni 16 bo'lib, Shanxayda 5, Fujianda 3, Sichuanda 3, Yunnanda 3, Shandongda 1, Shanxida 1 ekan. Xitoy o'z xabarlarining hammasida bu bemorlarning hammasining yanada chet eldan kelganligini bildirdi. Tang Nuri ana til kursi yozliq dala faoliyati o'rinlashtirdi. Tang Nuri ana til kursi Nozugum Kültür va oila jamiyatining o'rinlashtirishida 17 avgustdan 21 avgustgacha ana tilim baxtimdir temasini markaz qilgan holda dala faoliyati elib bordi. Sharq Turkiston Nozugum Kültür va oila jamiyati kultur xizmati bo'limining tavalligidagi Tang Nuri ana til kursi qurilgan 3 yildan buyon ana tilni mukammal shaklda o'rgatish, ana tilni faqat sinf va maktabda emas, har xil makon va zamon o'xshamagan muhit va kishilar orasida erkin so'zlay oladigan, ko'plagan atalg'ularni tushunib, so'zlik boyligini oshiradigan muhitga ega qilish faoliyatlarini elib berishni davomlashtirib kelmoqda. Bu qitim yana Yalova rayoni Günay yezisida 14 nafar o'qituvchi va o'quvchilardan tashkillangan dala faoliyati guruhi faoliyat mazgilini ma'nilik o'tkazish uchun atigan va oqshomlari o'quvchilar turli uy tamoqi etish, tozliq ishlarida hamkorlashish, Qur'on tilovati va suhbat elib berish qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullandi. Kunduzlari dala saylisiga chiqib, qizlarga munosib cheniqish, top o'ynash, taqqa yomishish, o'rmon saylisi qilish, yavu meva to'plash qatorliq faoliyatlarni elib bordi. Bu bir qancha kunlik dala saylisi programmasi qizlarning bir-biri bilan bo'lgan qarindoshlik munosabatini texmi cho'nqurlashtirish bilan birga ana tilimizning so'z boyligi, ifodalash uslubining alohidliklariga bo'lgan tushunchasi va bu tilni yaxshi o'rganish, yaxshi saqlash va boshqalarga yaxshi o'rgatishga bo'lgan g'ayrati texmi oshdi. Yangi Zelandiyada jamilarga hujum qilgan qotil sotlanishga boshladi. Yangi Zelandiyaning Christchurch shahridagi 2 jamiga qurolli hujum qilib 51 kishini o'ldirgan va 49 kishini yaralandirgan Berinton Tarrantni sotlash boshlandi. Radio Yangi Zelandiyaning Christchurch shahridagi 2 jamiga qurolli hujum qilib 51 kishini o'ldirgan va 49 kishini yaralandirgan terrorist Berinton Tarrantning sotlanishga boshlanganligini xabar qildi. Xabarda bildirilishicha, terrorchi Tarrantga beriladigan jazo bekitiladigan Christchurch oliy sudida 4 kun davomlashadiganligi faraz qilinayotgan sotlashning birinchi kuni qattiq bexatarlik tadbirlari ostida boshlangan. Sotqa terrorlik hujumida jindan ayrilganlarning oilalaridan boshqa hujumda yaralanganlar ham qatnashdi. Bu jarayonda sud mahkamasiga tutishadigan yo'llarda qatnash to'xtatildi. Yo'l atrofidagi uylarning o'gizlariga soqchilar o'rinlashtirildi. Christchurch oliy sudining sudchisi Cameron Mandir boshchilik qiladigan sudqa Berinton Tarrant tutib turilayotgan Auckland turmasida kamera orqali qatnashtirildi. O'zini oqlash talabi 2020 yili 13 iyulda Christchurch oliy sudi tomonidan qabul qilingan terrorchi Tarrant o'zi haqidagi 51 qotillik, 40 qitim odam o'ldirishga urinish va bir qitimlik terrorlik hujumi qatorliq ayblashlarni qabul qilgan edi. Aqtalliklarni hammadan a'lo deb qaraydigan oshqun o'ngchi terrorchi 4 kunlik suddan keyin umrvoyatli qamoq jazosiga hukm qilinganligi taxmin qilinmoqda. Terrorchi Tarrant 2019 yili 15 mart Christchurch shahridagi Nur va Linwood jamisiga juma namozi o'qilayotgan vaqtda avtomatik qurol bilan hujum qilgan edi. Hujumda 51 kishi jindan ayrilib, 49 kishi yaralangan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.